بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الواضح في أصول الفقه للمبتدئين يعني كتابنكي دوامي الفصل الرابع 4 فصل Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin feillerini sözlep atqandık. Peygamber aleyhisselamның feillerinden terk yani qılmagan işleri degan gap. Peygamber aleyhisselam qılmagan işler, terk etken işler, qılmagan işler iki türlük buludu. Birinci türü terkun adamiyun sırf yani qılmagan. Nimish qılmagan? Peygamber aleyhisselam vaqtida bu işler bo'lmaganligi uchun, mesela mashina, aeroplan yo'qdi. Shuning uchun mashinaga chiqmagan, aeroplanga chiqmagan. U ishlarning Peygamber aleyhisselam zamonasida bo'lmaganligi uchun, li g'aybatihi anha Peygamber aleyhisselam u ishlarga yo'liqmaganligi uchun, aw g'aflatihi anha u ishlarni bilmay qolganligi uchun, ya'ni dunyolik ishlari masalan degandek. Fa haza buningdek ishlar endi في غير باب العبادات على شيء من الأحكام. İbadet bablardan başqa bablarda, yani ibadetke alaqadar emas, muamalat degandek ishlarda hech qanday bir hukmni ko'rsatmaydi. Hozir deb o'tgandek, Peygamber aslan mashinaga chiqmagan, aeroplanga chiqmagan va yoki hozirgidek sherikchilik qilib shirkat ochadigan bunday shirkatlarga qatnashmagan va mutajammida muzluq qit'adagi Shimol okeandagi masalan Shimol okean muzluq rayonlaridagi pingvin o'xshash ma'lum bir hayvondan yemagan degandek. Bular ibodatdan boshqa ishlarda hech qanday hukm ko'rsatmaydi. Ya'ni Peygamber aleyhisselam bu ishlarni qilmabdi ekan, qilmaganligi haromlikni tushundirdi yoki makruhlikni tushundirdi demaymiz. Ibodatdan boshqa ishlardagi asl qoida shariatda halol. Muomalat ishlarida mesela ticaret veya ki başka muamelat işlerinde, ibadetten başka işlerde asli kaide halal. Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem falan iş haram ya ki mekruh dese anadikin haram buldu. Ama ibadet işlerde asli kaide şeriat yok buluş. Şeriat falan işini kılın da bayan kıpaygan bolsa, bundan kılın da peygan bolsa ibadetini andı, şu ibadetini kılımız. Ve amma fil ibadat ama ibadetlerde biz hazır deb o'tgandek fama turika bayanu mashru'iyyatihi yani bu ibadatning yo'lliq ekanligi, shariati bor ekanligi bayon qilinmagan bo'lsa, o chaqda bu bayon qilinmagan ibodat yo'lliq emas. Yo'lliq emas bo'lganligi u ibodatning qilinmaganligi, Peygamber alayhisalom qilmaganligi uchun hujjat bo'lganligi sababdan emas. Belki ibadetlerdeki asli kaide adamul meşruiyye. Bayatın dep öttük o. Adamul meşruiyye. Yolu koyulmagan. Yok işler yolu koyulmagan. İkinci terk icabi. İcabi terk etiş. Bu ne? Ulemalar el-kef yoki el-imtina. Yani özünü ep kaçış. Diyen okşaş. Mesela bir narsa onun aldıdı ba. Peygamber aleyhisselam onu qilish mumkin deb o'ylangan ish. Va lekin uni qilmadi. Xosatan onundan bir xil yirginish alomatlari ko'ringan bo'lsa, mana bu turdagi qilmagan ishlari ahkamlarga dalolat qila oladi. Undan biz yoki harom yoki makruh degandek yoki halol deganda hukm ola olamiz. Tarixniki dalolati. In ulima sababu tarki fal hukm wadih. Agar Peygamber alayhisolamning nima sababdan u ishni tark etganligining sababi bilinsa, o chaqda ro'shan. Va nadribu lahu misalan, ikki misol keltiraylik. İbadetlerdeki birinci misal. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da sahabelerge namaz okup birishni terk etti. Andan sebebini bayan kıldı. O bolsunmu ularga farz qilishdan qo'rqqanligi edi. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayat bo'lgandikin, osmondan vahiy tushib turayotgan bo'lgandikin, ularga davomliq Ramazan tarovih namoz o'qib bersa, ularga farz bo'lib qilish imkoniyati, mumkinchiligi bo'lganligi uchun farz bo'lib qilishni ansirab bir ikki kun o'qiblar, andan o'qimagan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vafot bo'lgandan keyin osmondan vahiy tushmaganligi uchun farz bo'lib ketish mumkinchiligidan iborat bu sabab, bu qo'rqish bo'lmaganligi uchun Peygamber alayhisalom vafotidan keyin tarovih namozi o'qishningki hukmi o chaqda mustahab bo'ladi. Chunki uning sababi aniq ham sabab ko'tarilib ketganligi uchun bu vaqtdagi mustahablik nihoyat ro'shan. Biz bilib olamiz mustahabkan deb. İbadet hakkında ikinci bir misalını keltirsak, Peygamber aleyhisselamның aldığa dub, yani bir keslençik o'xshash cho'ng işte hayvon keltirildi.
Peygamber aleyhisselam onu yemedi. Anda sebebini bayan qildi. O bo'lsa-mu uningda yergangan. Mana bu tarik dubninki, bu kaslanchiqning go'shtining harom ekanligini ko'rsatmaydi va shar'iy makruh ekanligini ko'rsatmaydi. Halolligini ko'rsatdi. Peygamber aleyhisselam o'zining yegisi kelmaganligi uchun, ko'ngil tatmaganligi uchun yemagan. Va in lam yu'lam as-sabab fal aslu fi haqqina al-imtina' anil fi'l al-ibadi. Agar sabab bilinmasa, nima sababdan qilmaganligidan iborat sabab bilinmasa, bizning haqqimizda, hamda Payg'ambar alayhisolamdan keyin bizning haqqimizda ibodat bo'lsa, ibodat xarakterlik fe'llar bo'lsa, uni qilmaslik. Buning sababini boyatilib o'tdik, nima bundoq deganligimizning sababini, ya'ni. Ammo odatdagi fe'llar bo'lsa, ibodatdan boshqa muomalat degan o'xshash odatdagi fe'llar bo'lsa, bizning haqqimizda hamda Peygamber Aleyhisselam qilmabdika, shung bu makruhga, bu haromga deb buningdan cheklanish vojib emas. Ya'ni qilsaq bo'ladi. Va yoki buni qilishingiz mandub, sunnatmi deyilmaydi. Ya'ni qilsaq ham bo'ladi, qilmasak ham bo'ladi degan gap. 5-fasl at-taqrir. Taqrir deganimiz Peygamber Aleyhisselam iman etgan va Peygamber Aleyhisselam tasdiqlagan mo'minlarning ba'zilarining bir ishlarni qilayotganligini yoki ba'zi gaplarni deganligini ko'rsa yoki anglasa, uning ish harakatlarini yoki shu so'zlarini inkor qilmagan bo'lsa, buni biz taqrir deb ataymiz. Ham taqrirning hujjat ekanligi haqida. Taqrir hukm ilishda hujjat bo'ldi. Chunki Peygamber Aleyhisselam insonlarga hidoyat qilguvchi, yo'l boshlovchi, xush bishorat berguvchi, ogohlantiruvchi payg'ambar qilib avatlagan zot. Peygamber Aleyhisselamning vazifasining qatoridan va Peygamber Aleyhisselamning payg'ambarligi bilan gardiniga yuklangan shu omonatning talab taqozzosining qatoridan agar munkar inkor qilingan so'zlar yoki ishlarni ko'rgan chaqda uni inkor qilish kerak, sukut qilmasligi kerak. Sukut qilganligi u ishning xato emasligini, to'g'ri ekanligini ko'rsatdi. Ya'ni musulmondan sodir bo'lgan u fe'l yoki gap so'zni inkor qilmaganligi, uni iqro qilganligi, ashu so'z yoki ashu ish harakatda adamul haraj, mushkul yo'qligini, ya'ni qilsa gunoh bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Endi adamul haraj, ya'ni mushkuli yo'q, gunoh yo'q deganlik yakunu 'inda kawnil fi'li wajiban aw manduban aw mubahan. Fe'l vojib bo'lganda yoki mandub bo'lganda yoki mubah bo'lganda bo'ladi. Lekin taqrir mushu 3 hukmning birga muayyanlashganligini ko'rsatmaydi. Buning misoli sahobalar Peygamber Aleyhisselam'ın zamanında o'zlari qo'l ilishib kurashadi degan hadis. Peygamber Aleyhisselam sahobalarningki qo'l ilishib kurashayotganligini ko'rgan, ko'ratdi, inkor qilmaganligi qo'l ilishib kurashninki adamul haraj ekanligini, gunoh bo'lmaydiganligini ko'rsatdi. Shundaqla Peygamber Aleyhisselam'ningki oldida kaslanchiqning go'shtini yegan kishiga bo'lgan iqrori, ya'ni yema deb to'smaganligi, gap qilmaganligi. Ya'ni qo'l elishib ko'rishish harom emas, kaslanchiqning go'shi harom emas degan ma'nolarni bildirdi. Lekin qo'l elishib ko'rish vojib yoki farz yoki sunnat yoki mubah yoki kaslanchiqning go'shi makruh yoki halol deganni bildirmaydi. Lekin Payg'ambar alayhisolamningki qishida bir fe'lni qilgan kishi nifoqligi, munofiqligi bilingan munofiq bo'lsa yoki kofirligi bilingan, kufrlik bilingan kofir bo'lsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun bu qilmishlarini inkar qilmagan bo'lsa, bu chaqda bu ishni ko'rsatmaydi. Chunki Peygamber aleyhisselam onun bu qilmishlarini, gap so'zlarini tark etgan taqdirda ham foydasi bo'lmaganligi uchun inkar qilmaydi. Tanbih. Agar kishilardan biri Peygamber aleyhisselamning oldida dunyolik ishlardan biror ishni xabar qilgan bo'lsa, Peygamber aleyhisselam uning bu xabarga nisbatan, bu so'zga nisbatan sukut qilgan bo'lsa, bu shu xabar qilgan kishiningki degan gapida rostchil ekanligini tushundirmaydi. Buning sababi nihoyat aniq, chunki payg'ambar sallallohu alayhi vasallam g'ayibni bilmaydi. Faqat Alloh taolo bildirgan bir qism g'ayibdan boshqa. Buni Alloh taolaning buni so'z isbotlab berdi. Qul la aqulu lakum indi xazainullohi va la a'lamul g'ayba. 6-fasl sunnatlarning bizga nisbatan yetib kelish turlari. Bir sahoba Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin bir ishni qilayotganligini ko'rgan bo'lsa yoki bir so'zni deganligini anglagan bo'lsa, bu
hissiy bevosita bilishdan iborat. Ya'ni ko'zi bilan ko'rdi, quloqi bilan angladi, ya'ni hissiy a'zolari bilan bildi uni. Bu orqali uningga bir yaqiniy ilm hosil bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mundaq degan yoki mundaq qilgan deb bir jazmiyat xarakterlik ilm hosil bo'ldi. Ammo sahoba Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir ishni qilganda yoki shu gapni deganda Payg'ambar alayhissalomning yanida bo'lmagan bo'lsa, ko'zi bilan ko'rmagan, quloq bilan anglamagan bo'lsa va Payg'ambar alayhissalomning vafotidan keyin Payg'ambar alayhissalomning shu so'zlarini, ish harakatlarini bilmoqchi bo'lsa qanday bo'ladi? Va bin nisbati ila g'ayri sahabiy, sahobalardan boshqa odamlarga nisbatanchu va bizning hozirgi asrimizda yashayotgan kishilarga nisbatanchu, bizning shu asrimiz yetib kelgichi bo'lgan oraliqdagi kishilar Payg'ambar alayhissalomning shu so'zlarini, ish harakatlarini qanday bo'ladi? Laysa lana wasilatun lit-ta'arrufi ala ma qalahu an-nabiyyu aw fa'alahu illa naqlur ruwat. Bizga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning so'zlari yoki qilgan ishlarini bilish uchun raviylarning, ya'ni hadislarni rivoyat qilgan shu raviylarningki hadislarni yetkizishidan boshqa vasila, boshqa chora, boshqa yo'l yo'q. Xabarlarni, ya'ni hadislarni yetkizish ikki darajada bo'ladi. Birisi tavatur, ya'ni birisi ahad. Hozir tushundiramiz. 7-fasl al-naqlul mutawatir, mutawatir shaklda yetkizish. Hadis naql qilguvchilar, hadis rivoyat qilguvchilar, hadis nihoyat ko'p rivoyat qilganlikdan yolg'on gap qilish mumkin bo'ladigan chekdan eshib ketadi. Ya'ni yolg'on gap qilish mumkin, yolg'on bo'lish mumkin emas. Avtor bu yerga Amerikaning Shimol qutbining misollarini keltiribdi. Bizga Amerikaning mavjud ekanligini, Shimol qutbining mavjud ekanligini xabar berganga o'xshash. Biz ko'rib baxmagan vaqtda, ya'ni necha asr burun Amerika qit'asini bayqagan, Shimol qutbini bayqagan nurg'un kishilar ko'rgan, undan keyin bizga yetib kelgandan keyin garchi ko'zimiz bilan ko'rib baxmasaqmi, ha borkan deb ishongan o'xshash. Shunda xabar mutawatir xabar bo'ladi. Bu chaqda biz bu xabarni mutawatir deymiz va buning hukmini shu xabarga qat'iy jazm qilsak bo'ladi ekan, yaqin ekan deymiz. Uning hech qanday shak kelib qolmaydi ekan deymiz. Va ish shular xabar berganga o'xshashgan deb shuni shak qilmaymiz. U orqali subut qat'iy deb e'tibor qilinadigan mutawatir bo'lishning sharti ularningki xabar berishi sezgu a'zolaridan biri bilan bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni quloq bilan anglagan yoki ko'z bilan ko'rgan bo'lishi kerak. Ulardan har biri ko'z bilan ko'rgan yoki quloq bilan anglagan bo'lishi kerak. Agar ular gumon bilan xabar bergan bo'lsa, gumon bilan yetkazgan bo'lsa-chi, bu jazmiyatni, ilmni ifodalamaydi. Masalan, nasoralarningki xabarlariga o'xshash. Nasoralar garchi necha yuz millionlagan kishi bo'lsa-mu, ular Isa Allohning o'g'li yoki Alloh uch ilohningki birisi degan bu so'zlarda bu ilmni bildirmaydi va ishniki ular xabar bergandek bunday ekanligini ifodalamaydi. Chunki ular ko'zi bilan ko'rganni yoki quloqi bilan anglaganni yetkazmagan. Hamda mutawatirlik san'atninki tabiqalarininki ba'zida bo'ladi, ba'zi bo'lmay qoladi. Masalan, innamal a'malu binniyat degan hadisga kelsak, buni Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu yolg'iz rivoyat qilgan Payg'ambar alayhissalomdan. Uningdan keyin bir tabi'i yolg'iz rivoyat qilgan, uningdan keyin u tabi'idan nurg'un odam rivoyat qilib ketgan. Shu tabiindan keyingilardan boshlab mutawatir bo'lib ketgan. Bu hadis mutawatir hadis hisoblanmaydi, xabar ahad bo'ladi. Agar bir hadis mutawatir hadis deb sifatlangan bo'lsa, mutlaq holatda bu uning san'atninki barliq tabiqalarida mutawatir, nati ko'p odamlarning rivoyat qilganligini ko'rsatadi. Masalan, sahoba bo'lsa, sahobalar tabiqasida Payg'ambar alayhissalomning u hadisni nurg'ulg'an sahobalar rivoyat qilgan. Uningdan keyin har bir sahobadan nurg'un tabiin rivoyat qilgan va har bir tabiindan uningdan keyin nurg'un odam rivoyat qilgan degandek. Mana mushu turdagi mutawatir hadis ilm qat'iyni ifodalaydi. Hadisning raviylarining, ya'ni rivoyat qiluvchilarininki o'sha rivoyat zanjirini biz san'at deymiz. Birinchi tabiqasida, ya'ni sahobalar tabiqasida birli sahoba yoki ikki sahoba rivoyat qilgan bo'lsa, uningdan keyingilardan boshlab, ya'ni u sahobadan nihoyat ko'p odam rivoyat qilib tavatur bo'lib ketgan bo'lsa, bu ilm qat'iy ifodalamaydi. Buning misollaridan Sunan Abu Davudningki hadislari. Abu Davudga yetib kelishning oldida ahaddi. Uningdan keyin
Abu Davud'dan nurg'unlagan shogirdlar rivoyat qilib, uningdan keyingi tabiqalar mutawatir bo'lib ketgan. Bu hadislar mutawatir hadis deb atalmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ish harakatlari haqidagi xabarlardan mutawatir bo'lganlari nihoyat ko'p. Minha, ya'ni payg'ambar alayhissalomning fe'llaridan qad vujida. Payg'ambar alayhissalomning ilgari yashab o'tganligi. Payg'ambar alayhissalomdan iborat mushuna bir zotningki bor ekanligi. Uning insonlarni Alloh taolo tarafga da'vat qilganligi, dinning dushmanlari bilan jihad qilganligi, 5 vaqt namoz o'qiganligi va u namozlarning rakat sonining ma'lum sonda ekanligi, namoz uchun azon to'laydiganligi va zakot olganligi, hajjatul vidoni qilganligi qatorliqlar o'xshash fe'llari bu mutawatir yetib kelgan. Yana undan boshqa Abu Bakr radhiyallohu anhu, Umar radhiyallohu anhu, Usmon va Ali radhiyallohu anhumlarning payg'ambar alayhissalomga sahoba bo'lganligi, payg'ambar alayhissalomning ularni hurmatlaganligi, izzatlaganligi va boshqalarga qaraganda ularni afzal ko'rganligi qatorliqlar haqidagi xabar ham mutawatir yetib kelgan. Ammo payg'ambar alayhissalomningki qavli sunnatlaridan, ya'ni so'zlaridan mutawatir yetib kelganlari nihoyat oz. Buning misoli 2 o'tikka masih qilish hadisi va yana man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar degan hadis. Bu hadisning har birini 70 dan oz bo'lmagan sahoba rivoyat qilgan. Suyuti rahimahulloh mutawatir hadislardan o'zi ko'rgan, o'zi uchratgan hadislarni Al-Azharul Mutanasira fil Ahadis al-Mutawatira degan kichik kitobda jug'lagan. Hamda mutawatirlik 2 turlik bo'ladi. Lafziy mutawatirlik va ma'ni jihatdagi mutawatirlik. Lafziy jihatdagi mutawatirlik deganimiz iborani, ya'ni payg'ambar alayhissalomning so'zini, masalan, yoki sharkatlar bayon qilingan shu hadislarni harflari bilan mutawatir shaklda rivoyat qilishdan iborat. Buningda raviylarning hammasi o'xshash, ya'ni harflardan tortib o'xshash degan gap. Buning misoli Qur'on Karimning mutawatir bo'lg'ini. Buning misoli yana man kazaba alayya mutaammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar degan hadis mutawatir lafzi. Ya'ni harfdan tortib opma o'xshash degan gap. Yana bir turi mutawatir ma'naviy. Bu nurg'un hadislar o'xshash bo'lmagan lafzlarda rivoyat qilinadi. Lafzi jihatdan mutawatir emas. Lekin bu hadislarning hammasida ma'no jihatdan o'rtaq bo'lgan ma'lum bir bo'lak bor. Ashu ma'noning o'zi mutawatir deb ataladi. Buning misoli payg'ambar alayhissalom kuli haqida kelgan hadis, ya'ni shafaat haqida kelgan hadislar. Bularning hammasi ahad hadislarning lafziy jihatdan o'xshamaydi. Lekin ular o'sha hadislarning hammasi shafaatning aslini isbotlashda, ko'lning aslini isbotlashda o'rtaq. Shunga shafaatning sabit ekanligi, ya'ni shafaat qilishdan iborat bu ishning borligi va payg'ambar alayhissalomning kuli bu ma'nolar mutawatir ma'naviy bo'ladi. Mutawatirningki raviylari musulmon bo'lishi yoki adolatli bo'lishi shart qilinmaydi. Balki shart qilindigini sanatda uzuklik bo'lmasligi, muttasil bo'lishi va nihoyat ko'p odam rivoyat qilgan bo'lishidan iborat. Masalan, ma'lum bir voqelikni nihoyat ko'p kofirlar yoki fosiqlar rivoyat qilgan bo'lsa, bunda ish bo'pti deb ularningki yolg'on kelishilishi mumkin emas bo'lsa, u chaqda bu voqea rost yuz beribdi deb isbotlanadigan gap. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.